Palakat bosib deng, er-xotin urushib qolishibdi-da. Eriyam rosa jahli chiqqan ekan. Sigirga o'xshamay yo'l deb, endi sigir deb qo'yibdi-da. Endi xotinim jahli chiqibdi bu gapni eshitib. Endi agar mani yana bir marta sigir desangiz, shu hayotingizdagi oxirgi aytgan gapingiz bo'ladi. Tushundingizmi? Endi men ketdim. Borib birpas dam olmasam, asabiylashib, hamma oyoqlarim qaqshab og'rib ketyapti. Eri: oyog'ing? Qaysi oyog'ing? Oldingi oyoqlaringmi yoki orqadagi oyoqlaringmi? Deyamish. Bunaqa deyish kerak emas. Hayotingizdagi oxirgi aytgan so'zingiz bo'lishi ham xavfli bu.